Bugun kofe va qon bosimi to'g'risida gaplashamiz. Barchamiz eshitganmiz, kofe qon bosimini ko'taradi va yurakni o'ynataveradi degan gaplarni. Lekin bu gaplar qanchalik rost va bu gaplarga qanchalik ishonsa bo'ladi? Yoki bu gaplar ham kolbasa go'shtdan degan gapga o'xshaydimi? 2022-yil Garvard universiteti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, kuniga 3-4 chashka kofe odamning nafaqat kayfiyatini oshiradi, balki konsentratsiyasini ham kuchaytiradi. Lekin barcha insonning organizmi individual. Agar sizda gipertoniya yoki shunga o'xshagan kasallik bo'ladigan bo'lsa, oldin shifokor bilan maslahat qiling. Chunki kofe ichib kimdir ishlaydi, kimdir yuragini ushiydi. Agar sizda stress, uyqusizlik, yugur-yuguringiz ko'p bo'lsa, ustiga yana kofe ichsangiz, albatta yurak ishdan chiqadi, chunki u ham odam. Sog'lom odamga kofe zarar emas. Asosiysi me'yor. Kuniga 2-3 chashka kofe nafaqat kayfiyatingizni oshiradi, balki bu energiya, konsentratsiyani beradi. Esingizda tursin, qon bosimini kofe emas, hayot ko'taradi.